Assalomu alaykum mushtabdi qarindoshlar. Uzun bo'pti ama topchi so'zlashmagini. Bugun Asad Sulaymonninki Uyg'ur tarixidan unutilmas saboqlar deb arzoq so'zlagan bir nutq bor ekan, shuni yo'llab qo'yapti. Shuni anglagandan keyin mushu topda, mushu temada so'z ko'p bo'lingan modisi bo'lingan. Qanday qilib shu so'zlar o'tirg'i chiqqan, qanday qilib hammamiz shu gaplarni qilishgan desa, biz 1 yildan ushbu vaqt jarayonida top qurilgani 10 yildan oshdi. Lekin 1 yildek vaqtni sarf qilib, Qur'on bunga nima deydi degan temani qo'yib, to'xtamay shu temada munozirlashdik, o'zimizning ko'z qarashlarini o'tirib qo'ydik. Qur'onni biladigan ustozlar mushu topda bor. İbrahim Damullan Batti hozir buni topda yo'q. Abdukiram Zoir bor, Hoji Qutlug' apandim bor, Abdushkur Tosho'g'li bor, Said Akram bor degandek nurg'un qarindoshlarimiz bordi. Qur'on bunga nima deydi degan temalardan ajoyib yaxshi darslarni qildik. Shu darslarni qilish jarayonida nurg'un til ahonatlarga qoldik, haqoratlarga qoldik. Chunki yangi bir narsa o'tirib qo'yilayotgan bo'lgandan keyin bu millat ko'tarilmaydi. Bir dilda qabul qilmoq yomon tez. Shunda bo'lsa-chi desam, shu qarindoshlarning hammasi shu til ahonatlarga bardoshlik berib, to'xtamay so'zlab keldi, hozirmi so'zlab kelyapti. Endi bugun Asad Sulaymonninki Uyg'ur tarixidan unutilmas saboqlar deb shu mavzuni qo'yib, shu temada ozroq so'zlabdi. So'zlaganda bir narsa mening diqqatimni tortdi. Biz ko'p qitim so'zlashgan. Milliy manfaatimiz. Biz milliy manfaatimizni asosiy o'rin qo'ya oldikmi? O'zimizning milliy manfaatimiz uchun xizmat qila oldikmi? Uni ustun o'ringa qo'ya oldikmi? Bizning iymon keltirgan kitobimiz, ya'ni Qur'on milliy manfaatimizni asosiy o'ringa qo'ymamdi deb Qur'ondan oyatlarni dalil keltirib turib, Qur'onmi milliy manfaatni asosiy o'ringa qo'ydiganlik to'g'ri so'zlashgandik. Bugun mana ma'lum tuxtimi Asad Sulaymon biz Uyg'ur deb shunda chiroyli uyish ma'nosini beradigan shunday ismimiz bo'lgan bilan nurg'un saboq ilishga tegishlik xatoliklarni sodir qilgan biz. Biz milliy manfaatimizni, ya'ni davlat manfaatini, milliy manfaatni asosiy o'ringa qo'yamagan. Bizning e'tiqodimiz, ya'ni biz musulmon bo'lsak, shu musulmondachiligimiz milliy manfaatimizning ustiga chiqib ketgan. Amaliyotda u e'tiqod milliy manfaatning ustiga chiqib ketmasi kerak. Milliy manfaatni asosiy o'ringa qo'yish kerak deb so'zlabdi. Shu so'zning 5-dili so'zlabdi. Endi Qur'on milliy manfaatni asosiy o'ringa qo'yamdi. Ya'ni e'tiqodni asosiy o'ringa qo'yamdi, milliy manfaatni asosiy o'ringa qo'yamdi deb mushu topda so'zlashgan vaqtlarimizda boshqalar tarafidan til ahonat qoldikmi desa, qoldik. Qur'onni o'rganaylik deb Qur'onda bo'lmagan nurg'un narsalarni din nomidan o'tirib chiqib qolgan nurg'un narsalarni Qur'onga selishtirish bilan birga Qur'onning davlatchilik ideyasini ilgari surib, Qur'on qanday bir davlatchilikni o'tirib qo'ydi deb mushu topda ajoyib yaxshi munozirlar bo'ldi. Endi hozir mushu Asad Sulaymonning mushu so'zi munosabati bilan mushu so'zni anglagandan keyin yana mushu qarindoshlarga bir narsani eskartib qo'yish to'g'ri keldi. Mushu Asad Sulaymon deyotgandek, biz milliy manfaatimizni asosiy o'ringa qo'ymay, e'tiqodni asosiy o'ringa qo'yib xatolashgan. Agar bizning dinimiz buni xato deb qaragan bo'lsa, biz xatolashgan demaydik. Ya xato qilmadik, dinimiz buyurgan narsani qilyapmiz deydik. Lekin dinimiz xuddi mushu Asad Sulaymon deyotgandek, davlat manfaatini, milliy manfaatni asosiy o'ringa qo'ydi. E'tiqodni asosiy o'ringa qo'ymaydi. E'tiqodni asosiy o'ringa qo'ymaganlik uchun islom, ya'ni bizning dinimiz, islom dinimiz tinchlik, barobarlik, xotirjamlik bir dini. Shu ismni bergan bizning dinimizga, xotirjamlik dini. Bu din hamma insonlarni o'zining e'tiqodida mustahkam turishga ixtiyorligini berib etib, lakum dinikum valiyadin deb o'zining ixtiyorligini berib etib,
Lekin milliy manfaatni, ya'ni insoniyat dunyosidagi tinchlikni, barobarlikni, xotirjamlikni, milliy manfaatni hech kimning diniy e'tiqodiga aralashmagan, hech kimning milliy manfaatiga hujum qilmagan, urf-odatiga hujum qilmagan, tajovuz qilmagan holatda bir ittifoqlikni ilgari surib, tinch barobar bir jamiyat quringlar deydi. Demak, bir tinch bir davlatni, tinch bir jamiyatni barpo qilishni Qur'on asosiy o'rin qo'yamdi, desa asosiy o'rin qo'ydi. Asosiy o'rin qo'ydi. Alloh o'zidek koinotni, maxluqotni, mavjudotni yaratgan turug'liq. Menga qanday e'tiqod qilsang qil, u hisobni men qiyomat kuni sendan ilib olay. Lekin bir tinch bir jamiyat barpo qilinglar. E'tiqod sababli o'zaro urush jidal qilmanglar. İslamda birlik hosil qilinglar. E'tiqodda birlik hosil qilolmaysizlar. Qilolmagan bo'lgandan keyin desa, o'zinglarning dinini qab qilib, hammanglar o'zinglarning urf-odati, o'zinglarning e'tiqodi, o'zinglarning madaniyatida yashasanglarmi yashab, tinch bir jamiyat barpo qilinglar deb bizning dinimizning ismini islom deb qo'ygan. Shuning uchun Asad Sulaymondek kishilarimiz, ziyolilarimiz, tarixchilarimiz o'tirg'i chiqib, biz e'tiqodni milliy manfaatning ustiga chiqib olgan desa, mushu nuqtani ayirib qarayolmaydigan, Qur'onni bilmaydigan odamlar yana nima deydi desa, ammo u e'tiqod milliy manfaatdan e'tiqodni ustun o'rin qo'yayotdi, xatolashyapti, dinimiz dindan chiqib bordi yoki dinga haqorat qilyapti, bizning dinimiz hammadan ulug' deb so'zlab ketishi mumkin. Bizning dinimiz hammadan ulug'. Ulug' yeri qaysi desa, shuning uchun bizning dinimizning ismi islom. Islom. Ash tinchlik, ash barobarlik, ash xotirjamlik, bir-birisining diniy e'tiqod sababli bir-birisiga urushmaslik, majburlamaslik, jidal majra qilmaslik, bir-birisini o'ltamaslik, hamma odam o'zining diniy e'tiqodida qilib, ash tinchlikni birinchi o'ringa qo'ydi. Shuning uchun bu dinning ismi islom. Asad Sulaymonning da'vatini bizning necha vaqtga mushu topda deyilib, mushu topda Qur'onni o'rganish jarayonida qarindoshlarga yetkazganni texmi ochiq qilib, yaxshi qilib o'tirib qo'yib beribdi. Endi buni biladigan olimlar, diniy olimlarimiz bizning xalqimizga buni o'tirib qo'yib bersa desa, xalqimiz bu e'tiqod degan nima, islom degan nima? İslam ustida birlik hosil qilamdik, biz e'tiqod ustida birlik hosil qilamdik degan nuqtalarni ayirib qaramaydigan odamlar desa, asos jihatdan e'tiqodni asosiy o'ringa qo'yib olib, milliy manfaat uchun xizmat qilolmaydigan, milliy manfaatimizni, davlat manfaatimizni birinchi o'ringa qo'yolmaydigan bo'lib qolgan. Agar Qur'on shu birinchi o'ringa qo'ymaysa degan bo'lsa, u chog'da biz xatolashmagan bo'lardik. Qur'on desa milliy manfaatni birinchi o'rin qo'yishni, e'tiqod sababli urushmaslikni, e'tiqod sababli jidal majra qilmaslikni asosiy o'ringa qo'ygan. Yig'ib aytganda e'tiqodni asosiy o'ringa qo'yib olib, milliy manfaatimizga ziyon yetkazsak, ittifoqligimizga ziyon yetkazsak bo'lmaydi. Ittifoqlikni asosiy o'ringa qo'yib turib, e'tiqodni orqaga tashlayib turib, u e'tiqod sababli birlik hosil qilaman deb jidal majra qilmasdan milliy manfaat ustida birlik hosil qilishga otlansak desa, haqiqiy biz shu Qur'on buyurgan yo'lda mangan bo'lamiz qarindoshlar. Assalomu alaykum qarindoshlar. Yuqorgi so'zimda ba'zi so'zlarni to'liq ifoda qila olmay, so'zlarning o'rnini olmishib ketib qoldi. Xulosada nima desak, bizning dinimiz e'tiqodni asosiy o'rin qo'ymaydi. E'tiqodni birinchi o'rin qo'ymaydi. Davlat manfaatini, milliy manfaatni birinchi o'rin qo'ydi. Milliy manfaat esa shu birli dinga e'tiqod qiladigan birli millatning manfaati deganlik emas. Har qanday dinlarga e'tiqod qiladigan, har xil urf-odatlarga, madaniyatlarga ega millatlarning shu madaniyatlariga hurmat qiladigan, ularning e'tiqodiga hurmat qiladigan. Lekin davlat manfaatini, shu milliy manfaatni, tinchlikni, xotirjamlik birinchi o'ringa qo'ydi bizning dinimiz. Qur'on ana shunday bir kitob qarindoshlar. Bu nuqtani Qur'onning davlatchilik ideyasini tushunadigan, Qur'on qanday bir davlatchilikni o'ttirib qo'ydi, buni taniydigan odamlar tanib yetadi. Tanımaydigan odamlar desa, e'tiqodni birinchi o'ringa qo'yib olib, dunyo kofirlari deb so'zlab yuraverdi.